Urgut tumani viloyatimizning aholisi eng ko'p yashaydigan tumanlardan biri. Tumanda albatta tibbiyot sohasini ham aholiga xizmat ko'rsatish sohalarining ham o'ziga xos muammolari mavjud. Bu muammolarni yechishda albatta kasbini fidoyilari bo'lgan, zahmatkashlari bo'lgan insonlarning xizmatlari katta. Biz bu haqda doimiy suhbatlarimizni uyushtirib boryapmiz, ular haqida hikoya qilyapmiz. Bugun suhbatdoshimiz Urgut tuman tibbiyot birlashmasi yuqumli kasalliklar bo'limining mudiri Fayziyev Qobil Ochilish bo'ladilar. Qobil aka, endi siz qariyb 40 yildan buyon sohada mehnat qilasiz. Men buni bilaman. Farmanzatish ishlagan davrlardan bilardik. 25 yildan buyon bo'lim mudirisiz. Albatta xalqqa halol xizmat qilib elni olqishini olgan oq xalat sohibi, qo'li yengil, el duo qiladigan shifokorlardan birisiz. Bugun sizni suhbatlaringizni bir tinglovchilarimiz bilan bir baham ko'rsak, marhamat. Urgut tuman yuqumli kasallar bo'limi Urgut tuman tibbiyot birlashmasiga qarashli. Hozirda 580 mingdan ziyod aholiga xizmat qilamiz tumanimizga. Bundan tashqari qo'shni tumanlarga, Samarqand, Tayloq tumanlariga keladigan muntazam mehmonlarga hammasiga xizmat qilamiz. Albatta bizning sohamiz yuqumli kasalliklarni o'z vaqtida topish, aniqlash hamda ularni o'z vaqtida davolash ishlari bilan shug'ullanamiz. Bo'limimizda hozir 6 ta vrach, 4 ta oliy toifalik, 2 ta birinchi toifa, bitta ikkinchi toifa, 80 dan ziyod hamshira, 80 dan ziyod kichik tibbiy xodimlar xizmat qilib aholimizni mana shu sog'lig'ini saqlashga o'zlarini hissasini qo'shib keladi. Albatta yuqumli kasalliklar bo'limi o'zini o'rniga ega, o'zini salohiyatiga ega. Mana shu yaqinda mana davlatimizda tomonidan investitsiya asosiga qurildi. Mana 8-yil ishlarimiz 80 o'ringa mo'ljallangan zamonaviy binoga ko'chib kelganmiz. Yaxshi, hamma narsamiz yetarli. Dori-darmonlarimizda ham ma'lum qismi kamchiliklar bo'lishi mumkin, lekin asosiy dori-darmonlarimiz yetarli. Hamma xizmatni qilamiz. Laboratoriyalar o'z vaqtida qilinadi, tekshirishlar o'z vaqtida o'tkaziladi. Tibbiyot birlashmasi bilan yonma-yon turganimiz uchun mutaxassislar bilan bo'ladigan maslahatlar ham o'z vaqtiga kerakli daqiqalarga qilinib, tuman aholisiga, bemorlarimizga o'z vaqtida yordam qilamiz. Shifoxonamizda hozirda zamon talabiga javob beradigan tekshirishlar o'tkazamiz. Hozir tuman laboratoriyasiga IFA tekshirishlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari hozir viloyat yuqumli kasallar shifoxonasini gepatologiya bo'limi bilan birgalikda mana shu Sog'liqni saqlash vazirligining gepatit kasali, surunkali gepatitlar, BC kasalliklarini aniqlash, ularni erta aniqlash va davolash bo'yicha hozir juda ko'p ishlar qilinmoqda. Bu masala bo'yicha hozir gepatologiya markazi ochilgan. Gepatologiya markaziga aniqlangan, buni hozir tumanimizga yaqinda 8 mingta test berildi, ekspress test. Ya'ni aholi o'rtasida shu gepat BC kasalliklarini erta aniqlash hamda jigar sirroz kasalliklarini oldini olish masalasi bo'yicha ishlar qilinmoqda. Bu bo'yicha har bir aniqlangan kasallar gepatologiya markaziga yuboriladi. U yerga kerakli mana IFAT, yana PCR tekshirishlar qilinadi va bemorlarga davlatimiz tomonidan gepatit B va C uchun virusga qarshi tabletkalar, dori-darmonlar qilinib, ularga kerakli yordam qilinadi. Albatta viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi bilan birgalikda bu ishlarni hammasini olib boryapmiz. Hozir aniqlangan har bir kasal o'z vaqtida davolanib, o'z vaqtida yordam olyapti. Qo'lingiz dard ko'rmasin, el xalq xizmatini qilib charchamak. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.